Turkiya davlatidan 120 ming dona urug' olib kelib ekilgandik. Shundan 110 mingtasi o'nib chiqdi. Ko'chat holiga keldi. Mana nasib bo'lsa, buni 3 oy 4 oydan keyin payvand qilib boshlaymiz. Xalqimiz eksa, daromad oshadi, manfaatdorligi bo'ladi, ish bilan ta'minlanadi. Mana hozir 30 ta 40 ta xotin-qizni shu ko'chat bo'yicha ishlatib turgan bo'lsa, bundan keyin yana yilda oxiriga hozir 400 kilo urug' buyurgan 50-60 ta xotin-qiz ish bilan ta'minlanadi.